Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Men sizlarga bundan oldingi videoyimda kesarova haqida aytib beraman degan edim. Va albatta bugun sizlar bilan kesarovani osonchiligi va qiyinchiligi haqida gaplashamiz. Men o'zimdan kelib chiqib aytaman albatta. Kesarova albatta qaysidir ma'noda yaxshi, baliz travmasiz, balaga qiyinchilik bo'lmaydi. Yaxshi eson-omon tug'ib olasiz, lekin onada qiyinchilik bo'ladi albatta. Belingiz og'riq bo'lib qoladi bir umrga. Keyin choklar, jicha hovuz tovuzda choklaringizda og'riq bo'lar ekan. Menda o'zimda shunaqa bo'lyapti. Men o'zimdan kelib chiqib aytyapman, balki hammada bunaqa bo'lmas. U operatsiyadan keyin narkoz tarqagandan keyingi holat, men 3 kun og'riq qoldirgan ukol bilan bo'lganman, chunki bo'lmasam og'rig'iga to'g'risi o'tirib turolmasdim, даже balamga ham qaralmasdim. Sizlarga misol har doim medsestralar yordam bermaydi balani qarash uchun. Tabiiy tug'ruqda nimasi yaxshi? Tabiiy tug'ruqda to'g'ri dard kelguncha toki tug'ib olguningizcha qiynalasiz, lekin tuqqaningizdan keyin o'zingiz bemalol balangizga qaraverasiz. Hech kimga voy balamni qarab bering, balamni ko'tarib bering deb yalinib o'tirmaysiz. Tabiiy tug'ruqda shunisi yaxshi. Men o'zim ham tabiiy tug'ruq ko'rganman, ham ikkinchim kesarova bilan tuqqanman. Ikkalasidan kelib chiqib aytishim mumkin, tabiiy tug'ruqqa yetmaydi hech qachon. Kesarova baribir operatsiya. Menda o'zimda operatsiya уже tugashiga yaqin qon ketib qolgan, men o'zimni yo'qotib qo'yganman hushimni. To'g'risi juda ham qo'rqib ketganman. Nimaga? Chunki menga nimadir bo'lyapti deb o'ylaganman-da. Qon ketib, hushimni yo'qotib qo'yganman. Srazu qon topib kelishgan, menga qon quyishgan, qanchadir vaqtda o'zimga kelganman. Lekin men xayolimda bo'ldi, pishdim deb o'ylaganman to'g'risi, chunki boshim aylanib juda yomon holatga tushgan edim. Qo'rqib ketganman to'g'risini aytsam o'zim ham. Kesarovada shunaqa holatlar ham bo'lib turardi ekanda. Qon ko'p ketish, nimadir. To'g'ri, tabiiy tug'ruqda ham ko'pincha qon ketish holatlari bo'ladi, kamdan kam bo'ladi. Tabiiy tug'ruqda ko'proq razrif bo'lishi mumkin. No, kesarovada qangi strashniy bas bu. Eplab turib balangizga qarab bemalol yuraverasiz. Men o'zim birinchi tug'ruqimda razrif bilan tuqqanman. Unda balam o'tib qolgan, balam yo'q bo'lgan. No, qiyinchilik uncha bo'lmagan demoqchiman-da. Og'riq kesarovachalik bo'lmagan menda. Ikkinchi mana kesarova bilan tug'dirishdi. No, kesarovada to'g'risi baribir ancha qiynaldim. Balani eplab ko'tara olmaysiz, vaqti kelsa o'tirib tura olmaysiz, yota olmaysiz. 3 kunda endi 3 kun shunaqa qiyinchilik bo'lar ekan. Luboy operatsiyada 3 kun shunaqa qiyinchilik bo'ladi-ku. Bir choklarim bitishi qiyin bo'ldi, teri qorayib ketdi. Doktorim baraka topsinlar, o'zlari polniy sterodondan chiqqandan keyin ham faqat o'zlari перевязка qilishdi. Umuman boshqalarga qaratishmadi meni. Faqat o'zlarining nazoratida bo'ldim, xudoga shukr. Kesarovani shu tomonlari, minus tomonlari ko'proq onaga, lekin balani misol sog' salomat bag'ringizga bosib olasiz. Shu plus tomoni shu. Ko'p tabiiy tug'ruqdan balla nima qilib qoladi, qisilib qoladi. Shuni hisobiga, ko'p balla hozir nervini bo'lib qolyapti, shu dimiqqaniga, qisilganiga deyapti. Ko'p neyropatologlar shunaqa bo'ladi ekan. Tabiiy tug'ruqda shu jicha ballada shunaqa travma bo'lishi mumkin. Chunki birinchi farzandimda shu tabiiy tug'ruq bo'lgan, 4 kun 800 balla tuqqanman. No, travma bilan tug'ilgan. Boshiga travma olgan va nima qilib qo'ygan hisobiga yashamadi u birinchi farzandimiz. Men nima demoqchiman, agarda ayollar o'zlaring xohlab prosta kesarova qildirmoqchi bo'lsalaring, qilmanglar.